Assalomu alaykum birodarlar. Xo'p, mana qo'limda iPhone 17 Pro Max. Bir kecha birga bo'ldik bu telefon bilan. O'zim hozir 15 Pro Max ishlataman. Farqini deyarli foydalanuvchi sifatida sezmadim. To'g'ri, hali baribir texnikaga qiziqaman bor. Ba'zi plyuslari, masalan, oldi kameraga olganimizda va bu narsa haqiqatan yaxshi narsa ekan. Rasmga selfie qilganda uzunasiga rasmga tushmoqchi bo'lganda qulay ekan. Deyarli foydalanilmaydigan narsalar. Deyarli odatda u darajada kerak bo'lmagan narsalar. O'sha yana nima? 15 dan farqli soni bu yonda kamera control deyshadi. Ya'ni kamerani qo'shimcha xususiyat beradigan tugma. Yana shunga o'xshash narsalar. Ekrani buni men qo'limdagi telefondan 0.2 o'sha Amerika o'lchov birligida katta, ya'ni inch. Ya'ni men telefonim 6.7 inch bo'lsa, bu 6.9 inch. Inchni o'zbekchasini bilmadim. Shunaqa gaplar, birodarlar. Ya'ni u darajada qiziqib olishga balki arzimaydi. Agar pul toshib ketmagan bo'lsa-da. Puli bo'lsa olsa bo'laverar ekan lekin. Shunaqa gaplar.